Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Akalar, bugun biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Shakir akamning xonadonlarida olib bormoqdamiz. Bugungi Shakir akamda ilk partiya barra qo'zlagan akalar. Xudo xolasa shularni barcha ma'lumotlarini shaxsan o'zlaridan ayirishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, laykni bosib turasizlar akalar. Qo'ylarda haqiqiy yaltiroqlardan, o'ta go'zallardan kelibdi jonivorlar. Qo'ylar qachon keldi Shakir aka? Qo'ylar hozir 2 soat ertalab yetib keldi. Saharlikdan keyin yetib keldi. Ertalab yetib keldi akalar qo'ylar mana. Hali charchovlar ham chiqmagan jonivorlar. Ichida ikkita kashtani bor ekan akalar, o'ta zo'rdan o'qiranglar. Bittasi mana, bittasi uni burchak turibdi. Kashtanni haqiqiy tozasidan aka. Qo'ylarimiz ham sinju, oyoqni uzun. Sifatga olinadi bizga. Shakir aka, bular necha oylik? Bular shu sutga to'ygan, 4 oylik bor. Sutga to'ygan 4 oylik atrofidagi qo'zilar akalar mana. 3 oy 4 oylik atrofida desa bo'laveradi. Sutga to'ygan qo'zilar. Aksariyatini quloqlari butun ekan. Hali sutga to'yganida bo'lmaydi bular. Yo'q. Dumbalari ham mana akalar. Bitta chiroyli ekan mana dumba ham. Shakir aka, bular qo'chqarmi, sovliqmi? Nechtasi qo'chqar? 10 ta. Son 10 dona. 10 dona, 1 dona urg'ochisi bor. Aytaring. Yo'q, katta ham tasha. Akalar, mana ichida 1 dona urg'ochisi bor ekan mana. Jonivorlar. 1 dona urg'ochi, 9 tasi qo'chqor akalar. Urg'ochisi qaysi biri Shakir aka, taniysizmi? Urg'och ana shu. Ash. Yo'q, qo'chqor. Bu qo'chqor ekan bu. İşte bittasi urg'ochisi-da. Ha, işte bittasi urg'ochisi-da. Qashqan yonida yuribdi. Uni ashnasi urg'och ekan akalar, Qashqan yonidagi. Qolgan hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Ichida pichma-pichmasi yo'q. Yo'q, hammasi xudo xolasa. Bu qo'ydi qaranglar akalar. Kayf yo'q. Dumbalari ham tik dumba mana xudo xolasa. Shakir aka, obunachilarimiz vaqtini olmaylik. Bularning dastlabkilari qayergacha bo'lyapti endi? Dastlabkasi Toshkentgacha-da. Toshkentgacha qilib beriladi. Undan oyog'iga kelishligiga olib qilib beramiz. Undan oyog'iga kelishligi holda yetkazib beriladi. Bitta hektar olganlar ham sotiladi xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar, Harakatni beryapmiz, sarab o'tib ketaman deyapti. bu Shakir aka nech pul deymiz bularni? Bular endi masalan bir joyga bo'lsa, Imrod Jonivorlar. 500 dan xayrisini qilib beraman, dastlabkasini qilib beraman ichida. 2 million 500 mingdan. Dastlabkasini qilib beraman. Ha, Xayrisini ham qilib beraman. xayri ham bor. Gap qo'ylar qochib ketyapti. Qaytarib king. Akalar, mana 2 million 500 mingdan kami bor ekan. Xudo xolasa telefon quloq ochib qo'rasizlar. Telefon qilgan odamda akalar ishi bitadi. Chiroyli qo'yib beradilar. O'ylanmay telefon qilaverasizlar. Endi keyingilar navbat. Akalar, mana ikkinchi partiyasiga soni 8 dona ekan. Qo'chqor sovliqdan ekan bular. Nechtasi qo'chqormi Shakir aka? Böyle 2 donasi urg'ochi, soliq. Ha. Ikkitasi sovliq, 6 tasi qo'chqor. Beda Imrod 7 ta qo'chqor bor. Bittasini oyog'i sal shilinib og'rib qolganini chiqarmadim uni. Ha, u chiqmadi. Ha, ko'radi obuna. Hozir beda oyoq urgani yo'q. Yo'q. Hammasi sog'lom qo'yiladi. Ko'radi, ma'qul kelsa uni ham kelishtirib beraveradi. Plus oyog'i kelyapti, uryapti, tishlayapti oyog'i. Kashtan ham zo'r u. Shakir aka, bular yeb ichishlari qalay? Ular yeb ichlarni sinovdan o'tdi uka, yeb ichlariga javob beraman. Ha, bir hafta 10 kun garantiya beriladi, na? Beraman hammasiga, birinchi partiya, ikkinchi partiya hammasiga. To'g'ri ko'rsang. Gap yo'q. Bular yoshligi nechalik dedingiz? Ular bir xil. Ular bilan bir xil, ha? Birinchi partiyami? Endi ikkiga bo'lib qo'yganman. Qaranglar, salaligiga o'xshayib qolaman. Tetikroq. Ha, sal imara. Ular ikki qo'ygan. Yashang. Shakir aka, bular nech pul deysiz unda? Bola degan narxi. Torishmaydan qilaydingchi? Yo'q, qo'ylar qiladi. Kashtan aka. Qanday? 500 dan dastlabki qilib beraman, xayrisini qilib beraman dedim-a? Aha. Bular xuddi shu. 2 million 400 dan. 2 million 400 dan. Ha. 2 million 350 dan dastlabki qilib beraman. 2 million 300 dan deb qo'ygan. Endi 50 ga nima yo'q? 2 million 300 dan ketdi. 2 million 300 dan ketdi? Ketdi. Bitta obunachiga bo'lsa ketdi. Gap, hurmatli obunachilar, mana 2 million 300 mingdan. Bitta qo'chqorni ko'rsataman sizga. Dollarga, nima qilinadi? Qog'ozi bor. Uni men sizga sizga ko'rsataman. Qani? Yo'q, Hech jonivor. Ko'rsating chiqani? qo'chqormi? Ha, bu. Mana qo'ydi aka, baqqondan. Bir oyda Boshqacha ekan-a? Jonivor. hamma yo'g'i javob berish qo'ydilar. Haqiqiy
Gap yo'q. Ichida ketaveradi, optim narxda. Ichida ketaveradi buni. Buni o'zini so'raganga qog'ozda Adden narx, ha? gaplashiladi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, mana kimga ma'qul kelgan bo'lsa, Nariga qo'ylarimizdan telefon qiloqqa chiqaverasizlar. Xudo xolisa kelishib beriladi. Shu birinchi partda nima degan bo'lsa, Demak, tanlab olishga, tanlab olishga narxi qo'shiladi. Gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar telefon qiloqqa chiqaverasizlar.